o'rdining sirtida bir buloq bor ekan. Uning suyi shundoq suzuk ham ta'mlik ekanki, uning oldida zumrat bilan havzi kavsar hech nima emas ekan. Buloqdan chiqqan bir eriq suv garchi o'rda ichidan eqib o'ssimi, podshoh har kuni 3 vaqt ashu buloqning ko'zidan qaynab chiqayotgan suvdan oldirib ichar ekan. Bir kuni 3 qiz 3 oltin obtuvini ko'tarib suvga chiqibdi. Ular buloq beshiga kelib xushliqidan sho'xliqqa o'tib, bir-biriga suv ichish qila turibdi. Shu asnoda buloq beshiga chechi mo'risiga tushgan, soqollari chongi bo'lib ketgan bir devoni kelib o'ltiribdi. U hech nimaga qaramay buloqqa dum yetib qong'uch suv ichibdi. Ondan turib bir qadam elishiga ko'zi o'ziga andikish bilan ohudak tikilib qarab turgan 3 qizga tushibdi-da, birdam qarab turgandan keyinla deb yerga yiqilibdi. Buni ko'rgan qizlar qo'qqinidan suv ilishni unutib, o'rdiga kirib, ko'rganlarini podshohga bayon qildi. Podshoh o'z xatosini ishq muhabbat jafosi bilan yuvgan Vafo sultonim keldimi nima deb o'ylab, buloq beshida yiqilib yotgan kishini elib kirishni farmon qildi. 2 navkar u behush bandani ko'tarib kirib, taxt oldiga qo'yib chiqib ketibdi. Divona hushiga keltirilibdi. Podshoh uningga nadan kelib, naga ketayotganligi haqida savol qo'yibdi. Divona: "Ey podshoh, menda nima ishing bor? Xalliq buluqingdan bir yutum suv ichkinim yoki buluqing bo'yida bir nafas o'ltirganim uchun mendan haq olmoqchimisan? Meni nima uchun o'rdanga so'rab kirsan?" debdi. Podshoh: "Ey odam, men podshoh. Sen bo'sug'am oldiga kelgan. Uning ustiga urib yig'lagansan. Sendan ahvol so'rashim, darding bo'lsa, dardingga darmon bo'lishim kerak." "Mening dardimga hech kim darmon bo'lolmaydi." "So'zimni bo'lma. Sen nima uchun o'rdimiz hurviriga qarabla deb ho'shingdan ketding?" "Ahimni so'rab, dardimni ulg'aytma." "Xalqning ohini so'ramagan, holiga yetmagan, dardiga darmon bo'lmagan podshohni podshoh degili bo'lamdi?" debdi. Bu so'z divonining pushaymon azobi bilan o'rtangan, 10 tomuzning to'nuridek haroratida kavob bo'lgan yuragini yashnatgan bo'lsa, 10 zimistonning muzdek nashtiri sanchilgan vujudini illatib, o'chishga boshlagan oxirgi umid ushqinlarini yelinjitibdi. U: "Ey shahlarning shohi, sana javobim shuki, men o'rda qizlarining birariga shaydo bo'lmadim, ham bo'lmayman. Chekishimning sababini sana aytolmayman. Men baxt va huzur halovati barbod bo'lgan bir bandaman." "Ey dardman, ohingni aytmasang zo'rlamayman. Lekin baxt va huzur izlasang, mushu yerda turib qol." "Yo'q. Sening taxti baxting o'zingga huzur halovat berdi. U menga baxt yoki halovat ato qilmaydi. Sening saltanat chinarlaring o'zingga soy tashlaydi. Mening beshimga soyvan bo'lolmaydi. Mening huzur halovatim baxt uchun bir umr riyozat chekish. Riyozat ichidan baxtni tepish. Menga baxt va huzur baxsh etadigan narsa men bosgan har bir riyozat qadimidir." Divona bu so'zlarni qilayotganda podshoh chidayolmabdi. Uning ko'z chanoqlarida yosh agibdi. U aslida divona o'rdiga keltirilgandila to'nigan ekan. Lekin o'rda erkonlarining oldida sezdirmagan ekan. U vazirlarning hammasiga qaytishga ruxsat beribdi. Bargohda podshoh bilan divoni ikkisini qopdi. Shu chog'da podshohmu deb tashlabdi. Uning og'zidan lap qilib bir parcha o't chiqib ketgandek bo'ldi. "Ey podshoh, sen menga va mening dardimga uryapsan yoki o'z dardingmi?"
Mənmi sana o'xshash dard chekib kelayotgan odam. Şuna dardmanni ko'rsam, uning dardiga qo'shilib, ah deyman. Sen murodimga yetay deysan, eng yaxshisi ah chek yiqilishingdagi sababni mendan pinhon tutma. Debdi podshoh. Ey keremlik shoh, ko'zingdan shafaat nurlari chaqnasa, tilingdan marhamat yomg'urdek mehribonlik unchilar to'kilmoqda. Ahimning vajini bilmak izlasang, senmi mendan bir ishni pinhon tutmag'aysan. Nima ishni? Orada qizlarning beshiga artgan yog'liqlarni qayerdan akeldirganingni aytib bergaysan. Xo'p, bu haqda keyin so'zlashaylik. Debdi podshoh. Orqadilla ikki olqinini bir-biriga urib tikan, o'rda chaparmini hozir bo'pti. Podshoh uningga: Bu kishining chasaqallarini oldirib, yuyundirib, shahani kiyindirib, xos xonalardan biriga o'rlashtiringlar. Debdi. Farmon bajo keltirilibdi. Hamma uyquga ketganda podshoh divoni o'rlashtirilgan hujraga kiribdi. Bu chaqda divona oldiga qo'yilgan xilma-xil isil taomlarga baxmay, yo uxlamay, xiyol surib o'ltirgan ekan. Podshoh kiribla tosh kiyimlarini selib, chaplimi burutini so'yib yetibdi. Shahzoda qarasa, baya o'zi buloq beshida ko'ygan o'rda qizlarining romilining cho'risiga tushirilgan suratning jonliq gavdasi. 10 yil ilgari to'rg'ay bo'lib uchib ketgan mahbubi o'ziga qarab, ko'zi yoshlangan holda kulimsirab turg'udek. Shahzoda irg'ib o'rnidan turishiga Malika Xushro'y o'zini uning quchog'iga tashlabdi. Ikkaylan tangla behush bo'lib yiqilibdi. Ular hushiga kelgandan keyin qayta quchoqlashib ko'rishdi. Kechicha kechirmishlarini bir-biriga so'zlab beribdi. Malika yana shahzodaning o'zini izlab tepishiga osonlik tug'dirish uchun bir rassomga o'zining asli ayollik suratini sizdirib, ro'molga besib, savdogarlar orqali shahar-shaharga tarqatganligini hamda ashu kuni maymun ko'ngligi ko'ydirilganda chiqqan dahshatli ovozlar jodugarga berilgan xabar sadosi ekanligini, jodugarning shu chaqda o'rdiga yetib kelganligini, ammo Malika kuyib kul bo'ldi, Malikini sangami yo'q, mangami yo'q qilavatdim deb bilib, o'z makoniga qaytib kelib, xotirjam bo'lganligini hikoya qilib beribdi. Atisi podshoh shahzodani o'rdiga billa elib kirib, taxtga chiqib o'ltiribdi. Amrul Jahonga o'z yenidan o'rin beribdi. Vazir boshliq davlat arkonlarining hammasi tunigunki divonining bugun shuncha hurmatga sazovor bo'lib ketganligidan ajablanib turganda, podshoh oltin uqliq shohlik kiyimini selib, yuzini bir silagan ekan, buruti qo'liga chiqibdi. Beshidan tojini olgan ekan, bo'stondek quyuq qunduzdek julolab turgan to'm qora uzun chachlari lapildab tushib, orqasini bir opdi. O'rda ahli o'z podshohining aslida bir ayol ekanligini ko'rib hayron qolishibdi. Podshohning xosla qiz xizmatkorlarni ishlatganligi, o'ylanishga unumay kelganligidagi sabablar yeshilib, gumonlar ko'tarilib ketibdi. Podshoh davlat arboblariga bo'lib o'tgan voqealarni bayon qilib beribdi. Ular Malika bilan shahzodani muboraklashibdi. Xushro'y shahzoda bilan tepishqonligi sharafiga davlat ziyofati o'tkazibdi va shu ziyofatda shohlik tojini Guliston bog'i Eramning asli podshohi Guliston shohga kaygizib, uni qayta taxtga o'ltirg'izibdi. O'zi shahzoda Amrul Jahon bilan dag'dug'a, dabi bilan shahzodaning shahriga ketdi. Shodiyani saroylari ichida shahzoda ota-onasi bilan Malika Xushro'y qaynota-qaynonasi bilan xushol-xuram diydorlashibdi. Podshoh va xonish Amrul Jahon bilan Xushro'yni
Ajam diyoriga o'zlari ilib berib, katta to'y o'tkazib berib, azobliq, hijronliq tunlar tugab, ularni baxtlik, hamjihatlik, xosiyatli kunlar o'z qo'yniga oldi. Ajamdan qaytib kelgandan keyin podshoh Amrul Jahonni o'z o'rniga podshoh qilib, davlat tamg'isini uningga topshirib, Xushro'y bosh vazir bo'ldi. Amrul Jahon Guliston shohdek mamlakatini go'zallashtirish, xalqqa baxt saodat yetkazish yo'lida oxirgi nafsigacha ter to'kibdi. Podshoh Amrul Jahon qo'liga sozni osila, zo'q sho'x bilan zimiston ko'rmagan bulbul bahorning qadrini bilmas, jafolar chekmagan oshiq vafoning qadrini bilmas deb g'azal xolliq qildi. Texmi ko'p ovozliq asarlarni anglamoqchi bo'lsangiz, Zulmatjon salonimizni qo'shib oling. Sarxil hikoya romanlar, nodir va himlik asarlar Zulmatjon salonimizda. Izlash nomimiz Zulmatjon.